Bugungi kunda sud ekspertiza sohasida juda ham katta islohotlar olib borilmoqda. Shu jumladan Hajji Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining Navoiy viloyat bo'limi faoliyati yana ham kengayib bormoqda. Hozirgi kunda bo'limda sud avtotexnika ekspertizasi, sud qurilish texnik ekspertizasi, sud xatshunoslik ekspertizasi hamda hujjatlar sud texnik ekspertizasi yo'nalishlari bo'yicha faoliyat olib bormoqda. Sud avtotexnika ekspertizasi avtotransport vositasining baholash tadqiqotlarini olib boradi hamda matematik hisoblash tadqiqotlarini olib boradi. Oynani tusini qoraytirilganligini aniqlash tadqiqotlari va boshqa avtomobillarga oid bo'lgan tadqiqotlar olib boriladi. Sud qurilish ekspertizasida esa bino inshootni bozor bahosini aniqlash, yerga egalik qilish huquqini, foydalanish huquqini, qiymatini baholash tadqiqotlari hamda sud yer ekspertizasi tadqiqotlari olib boriladi. Sud xatshunoslik ekspertizasida qo'lyozma matnlar, imzolar, raqamli yozuvlar tadqiqotlari olib boriladi. Tekshiruvchi hujjatdagi qo'lyozma matn kim tomonidan bajarilganligi yoki tekshiruvchi hujjatlardagi imzolar yoki qo'lyozmalar bir shaxs tomonidan bajarilganmi yoki turli xil shaxslar tomonidan bajarilganmi kabi savollarga javob topiladi bu yo'nalishda. Hamda hujjatlar sud texnik ekspertizasida muhr va shtamplar o'rganib chiqiladi, ya'ni soxtalashtirilgan yoki haqiqiymi, soxtalashtirilgan, qo'l bola usulida tayyorlanganmi, muhrni original, ya'ni muhrni o'zida bosib tushirilganmi kabi savollarga hamda muhr bilan bosma matn, kompyuter qurilmasi orqali chiqarilgan bosma matnlarni o'zaro kesishuvchi chiziqlarni ketma-ketligini aniqlashda tadqiqotlar olib boriladi. Sud xatshunoslik ekspertizasi haqida aytadigan bo'lsak, bizada Respublika ekspertiza markazi tomonidan tadqiqot olib borishimiz uchun 25 martagacha kattalashtirilgan hamda 10 martagacha kattalashtiruvchi kichik lupa va katta mikroskop taqdim qilingan. Bu mikroskop yordamida o'sha imzolarni yana ham yaqinroq inson ko'zi bilan ko'ra olmaydigan darajadagi belgilarni ko'rib bilishga yordam beradi. Hamda ekspertiza tayinlovchi organlar tomonidan berilgan qarorlarga javob berishimizda asosli uskuna hisoblanadi. Navoiy viloyat bo'limida yangi ekspertiza turlari joriy etilishi kutilmoqda. Markazda, ya'ni Navoiy viloyat bo'limida sud kimyoviy ekspertizasi hamda sud tovarshunoslik ekspertizasi joriy etilishi kutilmoqda.